2000-yil to'rko'z qidirib yurgan aka-ukalarimizga restyling 2000-yil lagan diskalar qo'yilgan, propan gazlarigacha ustanovka qilib qo'yilgan. Salonga ahamiyat bering. Kojalarini ko'ryapsiz, mana o'zini kojalari zo'r, yangi nakitkalar taqib qo'yilgan ustida. Korobka tiptronika, klimat kontrol, multirul, kruiz kontrol, bortovoy kompyuterlarigacha bor. Sideniyalar elektrichеский. Mashinaning holati zo'r, endi kelib o'zingiz bitta test drive qilib ko'rsangiz undan ham yaxshi. Yangi nakitka ko'ryapsizmi? Endi ro'za Ramazon oyida Xudo xolasa narxini ham chiroyli qilamiz, lekin yaxshi mashina baribir inshaalloh 210 ni hozirgi kunda qidirib topish qiyin. Mana xuddi shunaqa zo'r mashinani holati sizlarga kelib bemalol haydab test drive qilib ko'rsangiz bo'ladi. Narxini ham aytib o'tib ketaman. 10500 Xudo xolasa narxi, bemalol kelib haydab ko'rib ustalarga ko'rsatib tekshirib olsanglar bo'ladi. Alloh bor, sizlarda bundan ham zo'r imkoniyatlar bor.